Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Xurshidbek. Biz jamoamiz bilan xonadonlarga tunuka foshlan qilib beramiz. Bu ishimizni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida o'tkazib berganmiz. Qadrdonlar, bu obyektimizda mana shunaqangi 90 gradusli fasonda oldi qoshlarini oqqan mokir rangdan foydalangan holda ideal holatda bitkazib berdik. Qadrdonlar, ayvon qismlariga kirib keladigan bo'lsak, ayvon qismlarini ham oq rang, mokir rang qilib ideal holatda bitkazib berdik. Qadrdonlar, chekkalariga mana shunaqangi MDF gullarimizdan qo'yib berganmiz. Qadrdonlar, bu ishimizni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida bitkazib berganmiz. Kimgadir yoqqan bo'lsa, mana shunaqangi ideal holatda tunuka ishimiz bir dona like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qadrdonlar, bu ishimizda 130 ming so'mdan hamma rasxod ichida vodiy bo'ylab qilib bermoqdamiz. Vodiydan tashqariga voha tomonlarga esa 150 ming so'mdan qilib beryapmiz. Kimga shunaqangi sifatli tunuka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Usta Xurshidbek jamoasiga aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.